تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Qadrli qarindoshlar, biz oldingi bölümde bizge El-Muhaymin ismini texinbek güzel tushuntirib bo'lgan Qur'oni Karimdagi qissalar, voqealiklarni so'zlab o'tib, Yunus alayhissalomning qissasiga keldik. Oldingi bölümde İbrahim alayhissalomningki qissasini so'zlab bo'ldik. Endi Yunus alayhissalomga qarab boqaylik. Qadrli qarindoshlar, dunyoda hech kimning beshiga har qanday bir musibat, qiyinchilik Yunus alayhissalomning beshiga kelgandek bir qiyinchilik kelmesi kerak bir insonga. Ya'ni bir insonning bir vaqtning o'zida bir vaqtni ham kech qorong'uliqi, dengiz qorong'uliqi, beliqning qornidagi qorong'ulik, uch qorong'ulik dengizning qari chiqqan bir damning ichida o'zini u yerda tep qilishdan iborat bir musibat. Zamin yuzida bunday bir musibat bo'lmasi kerak. Ha? Buni besib tushirgan bir musibat bo'lmasi kerak. O'ylab boqaylik. Yunus alayhissalom. Endi bu Yunus beliqninki Yunus alayhissalomni yutib olgan beliqning so'zi chiqib qoldi bu yerda. Endi bu qistirma shaklda biroz so'zlab o'tish kerak. Yunus alayhissalomni yutib olgan dunyoda bugun ham ba'zi hayvonotlar dunyosida ko'ra olasiz. Nihoyatda cho'ng kit endi bu. Dahshat cho'ng. Endi bu kitmi shu dunyoda hozirmi bakenda endi bu kit. Nihoyat yo'g'on beliqning turi. Bu al-hut deb ataydi buni ham arab tilida. Nihoyat büyük, nihoyat cho'ng bir beliq. Bu Allah subhanahu va taolaning qudrati bilan bu har qitim og'zini bir qitimlik odatdagi normal tamoqi uchun 4 tonna beliq yeyish kerak, o'ylab boqaylik. Bu aşı dengiz hayvonot dunyosida ko'rganidek nihoyat paraxoddek yo'g'on bir beliqni ko'rasiz. Bu ekranda ko'rib turayotgan beliqlarni ham o'ylab boqinglar. Shuningga yaqin bir turda hamda. Bu bir qitimlik normal tamoqi, 4 tonna beliq bilan u o'zining bolasini soat kunda 3 qitim emdirdi ekan, 3 qitim. Har bir qitim emdirganda 300 kilogram sut bilan emdirdi ekan, o'ylab boqaylik. Kuniga 1 tonnaga yaqin sut bilan emdirish kerak. Bir vaqtlik normal tamoqi 4 tonna beliq. O'ylab boqaylik. Uning qo'sig'i bir uy degan gapdan, bir rasmiy bir uy deklam degan gapdan. Normal eg'irligi 150 tonna. Qo'sig'i bir uy degan gapdan buning. Yunus alayhissalom o'zini tuyuqsizlan bu beliqning qarnida topadi. O'zini bu yerga kirib qolgan holatda. Qur'oni Karimda Sura Anbiyoning 87-oyatida Allah subhanahu wa taolo shunday tilga وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. يا رب. O'ylab boqaylik. Yunus alayhissalomning qissasini, Yunusning qissasini bayon qildi Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda. Muhammad alayhissalomga Yunus alayhissalom qachon o'tgan payg'ambar, Muhammad alayhissalomga ummatinga shuni bayon qil dedi. Yunusning qissasini bayon qilgan dedi. O'z vaqtida u, ya'ni Yunus alayhissalom qayerga payg'ambar bo'lib o'tgan desa, buni tafsirshunoslar buni nihoyat inchga tekshirgan ham hadislarda keltirilgan. Yunus alayhissalom hozirgi Iroq zaminining, Iroqning Mavsil degan shahar, shu shahar aholisiga payg'ambar qilib avatilgan. Qur'oni Karimda uning qanchalik kishiga payg'ambar avatilganligi ham ila mi'atin aw yazidun, ya'ni 100 ming, mi'ati alfin aw yazidun, ya'ni 100 ming va yoki undan ortiqroq kishilarga payg'ambar qilib avatilgan bir payg'ambar. Endi Yunus alayhisalom shunchalik da'vat qilib bu gapni anglamagandan keyin Yunus alayhisalom bu yerda tafsirda shuna keldi.
3 kundan keyin Allohning azobining keladiganligini ular so'zlab qo'yibsizlar. Hech anglamadinglar so'zimni deb. Nayt g'azablanib achchig'i kelib, qavmining iymon etmaganligidan shaharni tashlab chiqib ketdi va kemaga minib, uning keyin shu kemada Qur'oni Karimda hamman tilga oladi. Shu yerda dengizdan o'tirgan dengizni ayt choy qilib, bu yerda dengizni zat bir tashib o'tmasa olmaydi. Hatto oldida ular butun yuk taqalarini tashlasa men to'xtamaydi. Uning keyindan bular Qur'a tashlashib, chek tashlashib, o'ttirisida chek tashlashgandan keyin Yunus alayhisalom chiqib qoldi bu. Chiqib qolgandan keyin buni yo bu Allohning payg'ambarini tashlasa olmaydi deb ikkinchi qatim yana tashlab, yana chek tashlasa, yana shunga chiqib qolgandan keyin Yunus alayhisalom kiyimlarini sep men bu dengiz sakrayman deganda yo'q deb yana to'sib olib, uchinchi qatim yana chek tashlab, chekni Qur'onni aylantirib chekni tashlagandan keyin yana Yunus alayhisalom chiqib qoldi. Alloh subhanahu va taolo bir iroda qilgan bir ish va'da berdi. Yunus alayhissalomga iroda qilgan bir ish. Bu shaklda dengizga tushgan ham Alloh subhanahu dengizga shu al-hut, shu yo'g'on beliqni buyruq qilib, darhol uni qo'sqa yutib olishni buyruq qildi. Va shu beliqqa sen uni yemaysan, uni ustixonni qatlab uni ezib etmaysan, o sana rizq emas deb keltirilganligi nurg'un asarlarda kelgan deb. Demak, Alloh subhanahu bu yerda vazannuni izhaba mughadiban fadanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumat. Yunusning qissasini bayon qildi Alloh subhanahu taolo. O'z vaqtida o qavmining shu iymon etmaganligidan xafa bo'lib shahardan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qarnida o'zini qismaydi deb o'yladi. Dengizning beliqning qo'sqiga tushib bo'lgandan keyin u shu qorong'ulikni fanada fi zulumat, shu qorong'ulik az-zulmat nimishqa fanada fi zulma demaydi. Tafsirchilar shu qadar inchki to'xtalganki bu masalada. Bu yerda nimishqa zulmatun deb birlam qorong'ulikni tilga olmay Alloh subhanahu va taolo qorong'ulik, ya'ni qatmuqat qorong'ulikni tilga oladi. Oyatda nimishqa zulmatun fi zulma qorong'ulikni nido qildi demay, fi zulumat qatmuqat qorong'ulikni, ya'ni qorong'uliklarning ichida nido qildi Allohga deb shuna deydi. Nimishqa buni keltirdi desa, 3 qorong'ulik dedi. Yunus alayhisalom 3 qorong'ulikning ichiga tushgan dedi. Birinchisi kechining qorong'uligi. Kechdi. Dengizda kechisi yurayotgan kechi qorong'uligi bu bir. İkincisi dengizning qorong'uligi. Dengizning ichiga tushdi. Üçüncüsü beliqning qarniga tushib qolish. 3 bosqichli qorong'ulikning ichidagi qorong'ulikning ichidagi qorong'ulik hamda. O'ylab boqaylik. Bu yerda shunday asarlar kelikki, hadislar kelikki, Yunus alayhissalom bu beliqning qarniga tushib qolganiga Alloh subhanahu bu beliqni darhol dengizning eng chunqur o'zininki qaytaga kirib ketishni buyurdi dedi. Bu beliq yutib bo'lgandan keyin uni yemaysasining rizqi emas degandan keyin bu dengiz eng ostiga, dengizning ostiga o'zining qarorgohiga tushib ketdi dedi. Sho'ng'ib kirib ketdi dedi dengiz. Kirib ketgandan keyin bu yerda shu dengiz hayvonlarining tasbihini oldi deganda Alloh subhanahu va Yunus alayhissalomga bu mahluqlarning Allohning bu mahluqotlarining Allohga bo'lgan bir bo'sh bir ovozni anglatgandan keyin ya Rabbim bu nima degandan keyin shu mahluqlarningki tasbihati, bu tasbihi Allohga aytgan tasbih degandan keyin shu yerda Alloh subhanahu va taologa yiqilib shu beliqning qarnida Allohga sajda qilib tasbih aytdi dedi. Va deydiki Yunus alayhissalomning shunday nimasi bor. Rabbim men hiçbir mahluk, hiçbir ahad mahluk secde kılmagan yerde sana secde kıldım dedi. Yunus aleyhisselam hakikaten hiçbir insan mahluk secde kılıp bakmagan yerde Allah'a secde kılıp tesbih etkilik. O bolsun beliqning qarni. Yunus aleyhisselamdan başka hiçbir mahluk beliqning qarniga kirib secde kılmaklık ya Allah'a. Ana shunda dua qildik. Degan ki ana fi zulumat şu qorong'ulikning ichida dua qildi dedi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Senden başka ilah yok ya Rabbi. Şu nida qil, Allohga nida qildi. Senden başka ilah yok. Senden başka ilah yok. Sen paktursan ey Rabbim. Sen paktursan. Men zalimlardan inni kuntu minaz zalimin. Men zalimlardan bo'lib qoldim deb. Allohga yilinib Allah'a tövençilik bilen Allah'tan bunu Allah'a tesbih ettirdi. Öyle bakayım. Ya Rabbi bu haletni, bu cereyanını, muşu
holatni bir tasavvur qilib boqaylik, ko'z oldimizga bir keltirib boqaylik, o'ylab boqaylik. Beliqning qo'lida bir ishorat beradigan, bir telefon, faks deydigan bir narsa bormi dunyoni? Bir xabar yetkazadigan. Bir ishorat bormi u yerda qadrli qilmaydi. Ha? Shu qatma-qat qarang'ulikning ichida odamlarning Robbiga nido qildi. Allah dediki: "Fastajabna lahu va najjaynahu minal ghammi va kazalika nunjil mu'minin." Allahu akbar. Biz uningga ijobat qildik. Uning duosini ijobat qildik va uni g'am qayg'udan qutqizdik. Shunda qilib biz mu'minlarni ana shunda qutqizamiz. Kim mu'min bo'lsa, ana shunda qiyin, har qanday shunda qiyin ahvol qolib qolsa, bizga shu erkin ravz boshqa rasululloh hadisda bor-ku, ta'arraf alallohi firraxai, ya'rifka fi shidda. Sen Allah subhanahu va taoloni g'oyat kengirchilik vaqtida Allohni tunig'in. Allah qiyin ahvol qolib qolganda, 5-nji kun tushganda Allah seni tuniydi. Ha? O'ylab boqaylik. Allah subhanahu deydi-ki: "Va kazalika nunjil." Biz uni g'am qayg'udan xalos qildik va mu'minlarni ham shunday qilamiz. Biz mu'minlarni ashunda qutqizamiz dedi Allah subhanahu. Bu oxirdagi oyatning oxiri har bir mu'minning yuragini yoyritib o'tish kerak, qadrli qanday. Yuragimiz yoyrab ketish kerak. Allah subhanahu va taolaning bu muhabbati, bu mehribonligiga yuragimiz yoyrab ketish kerak. Va kazalika nunjil mu'minin. Biz mu'minlarni ana shunda qutqizamiz dedi. Ha? Biz mu'min bo'laylik, Rabbimiz har qachon tayyor, qadrli qilmaslar, o'ylab boqaylik. Nima degan cho'ng bir bishorat bu, o'ylab boqaylik. Qanday cho'ng bishorat bu, o'ylab boqaylik. Ha? Yuraklarimiz yayrab ketishi kerak. Har qanday zaman, har qanday asr, har qanday joyda, har qanday muhitda yashamayli. Mayli qanchalik qattiq kun, qanchalik qattiq holat kelib qolayli, Allohu muhaymin, Alloh hammani kuzib, hammani kontrol qilib, hammani bilib turuvchi. Shuning uchun ana shu mu'min, ana shu muhaymin Robbing bilan birga bo'ladi ekansan, ey mu'min. Sen hech qachon oqibatingdan ansirama degan bir iymon, bir belgini bizning qalblarimizga urib bu yerda. Hech ansirma oqibatingdan. Sen shu muhaymin Robbing bilan bo'lginki, boshqasidan hech ansirma degan bir bishoratni bizga berib o'tadi, qadrli qarindoshlar.